Kim edi bu? Enam-ku qaynanangiz. Ha, tirikmi hali? Nima gaplar bo'lyaptimi? Kim bu turib sovuq? Dadasi, bu o'g'lingiz Alishku. So'rash dadang bilan. Bilay. Yaxshimisiz? Pul olib keldingizmi, dada? Mana olib keldim. Qanaqa tarbiya bergansan bunga, ha? Endi men maksimalniy vaspitaniya berdim. Bu yog'ini o'zingiz berasiz. Nimani urib tashlab kelgan? Otangni og'ziga. Hozir ishtoniga bir narsa qilib qo'yadi mana shuning. Mana shu bolka Chingalchkuyni katta qilaman deb Rossiyada sovuqda ishlab yurdim men. Mana shu. Yaxshimisiz kelin? Kim bu? Mol salom berishni ham bilmaydi. Qizingiz Lubaku? Ho'kizdek bo'lib ketibdimi? Nechta edi o'zi bular? Ya tavba qildim, bolasining sonini bilmaydi bilay. Sen kimsan? Tochkani xo'jayinimi? Sen kimsan? Sen kimsan? Kampir uyga sog'indim. Kim bu? Uyimizda begona xurras paydo bo'lib qoptimi? Kim bu? Kim bu bola? Sochi qora. Kim bu pituq? Kimsan? Dadasi, bu o'g'lingiz qani? Buni ham tuqqanding, ha? Bu dadang bu. O'sha kuni uxlaylik dedim senga, ha? Qani dadasi, Rossiyadan bolalaringizga nima olib keldingiz? Ya ochma. Jim tiring endi, qani vaqa. Ya, lala ko'tagiliklarimi? Buni kimga olib keldingiz endi? Ha, shu bolalaringga olib keldim-da. Ha, ho'kizdek katta bo'lib ketishini qaydan bilay, kichkinacha edi-ku. Bu lalakuni yangi qadoqdagisi. Buni paxtasi borki, Amerikadan olib kelinadi. Materialni ham yumshoq qilib chiqargan, botmaydi. Namlikni ham o'tkazmaydi. Buni Rossiyada turib ham olsa bo'ladi, Valbiriston. Voy, o'lib. Sen kimsan? Amaki chektira olmaysizmi? Ho, rossiyskimi? Bas qilib o'tiribsiz. Ey uka. Shuncha yil bola chaqam deb Rossiyada ishlanmadim. Bolalarim tarbiyasi bilan shug'ullanmanman. Ha, necha? Mana ham dadam bu Rossiyadan kelgan. Hali ko'rganim yo'q. Dadang kelib